Hammaga salom. Bugungi yakshanba kunida o'tgan 0 multi-level mock testimizda reading va writing qismlarini ko'rib chiqamiz deb kanalimga yozgandim. Shuning uchun bugun sizlar bilan kechroq bo'lsa ham o'sha videoni tashlab qo'ymoqchiman. Reading qismini va writing qismini ko'rib chiqamiz. Hozircha reading, writing qismiga ulgursak qaraymiz. Ulgurmasak keyingi kunlarda upload qilib qo'yaman. Bugungi mock testimizda qatnashganlar biladi, part 1 unchalik ham menimcha qiyin tushgani yo'q. Har doimgidek part 1da gap fillingda bo'sh joylarga qanaqa so'zlar yozilishini oldindan bir taxmin qilib ko'ramiz. U qanaqa so'zlar deyish noun, verb, adjective ana shunday bo'ladi. Otmi, bu fe'lmi, sifatmi, ana shu ham muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman. Qarang, birinchi bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Real imtihonda ko'pincha men kuzatganman shuni. Aynan tuzilish standartidan ko'pchiligimiz shunaqa fikr chiqaramiz. Bo'sh joydagi so'z undan oldingi keladigan gapda ko'pincha topilyapti. Lekin men testlarimda o'quvchilarimni yanada ko'proq challenge qilish uchun bo'sh joylardan oldin keladigan gaplardan emas, tekstni butun qismidan qidirishga undayman. Shu orqali testni butun qismiga e'tibor berib, yanada testda topishga harakat qilib ko'nikmalar shakllanadi deb o'ylayman. Shuning uchun. Lekin imtihonda mana shu bo'sh joydan oldingi gaplardan ko'pincha chiqqan. Men imtihonga 5 martalik kirib chiqqan bo'lsam, o'sha test tizimini, formatini, qiyinchilik darajasini tushunish uchun shunda mana shu xulosaga kelganman. Demak, e'tibor beramiz. My unlucky day meaning omadsiz kunim haqida ekan. Bir kun haqida ketma-ketlik bor. When I looked at the nimadir, it was completely off. Qarang. Boshdan o'qib kelmadik. Birdaniga qanaqa so'z yozishni oldindan taxmin qilishni aytish uchun shundan boshlab ketdim. Looked at the degandan keyin albatta bizga ot xayolimizga keladi. Noun. Ot qidirishimiz kerak. Gapda juda ko'p otlar bo'ladi. Ba'zida fe'llar ham talab qilinishi mumkin. I didn't have. Bunga ham ot talab qilinar ekan. Nimadirni olmadim, nimadir qilmadim shunaqa. I found the. Bunda ham ot berilibdi. Bunda ham the was already gone. Ot berilibdi. At deb ot berilyapti. Joy nazarda tutiladi menimcha. Arrived at deyilyapti. I opened my. Bugun umuman mana shu partda fe'lga yoki sifatga ehtiyoj tug'ilmabdi. Faqatgina bizdan ot so'ralyapti. Demak, boshladik. Yesterday was one of my most unlucky days of my life. Kecha hayotimda eng omadsiz kunlarimdan biri bo'ldi. Everything started badly in the morning. Ertalab hammasi yomon boshlandi. Qarang, otlarga e'tibor qaratamiz. Mana life bor, days bor, morning so'zi bor misol uchun. Woke up late because my alarm didn't ring. Mana alarm degan so'zlarimiz bor. Keyingi gapga e'tibor qilamiz. When I looked at the nimadir, o'sha narsaga qaraganimda, it was completely off. Off bu o'chgan ekan. Nima o'chgan bo'lishi mumkin? Uni oldiga gapga qarang. Alarm oti bor. Mana e'tibor bering. Mantiqan ham mana shu so'zimiz to'g'ri kelishi mumkin. Morning so'zi to'g'ri kelmaydi. Qanday o'chib qolishi mumkin? Life so'zi, life o'chdi deb bo'lmaydi. Day to'g'ri kelmaydi. Ham birlik ot qidiryapmiz. It degan. Shuning uchun ikkilanmasdan alarmni qo'yaveramiz. Alarm so'zini tanlab oldik. Juda yaxshi. Davom etamiz. I want to have breakfast and I opened the fridge. Qaranglar, ot qidiryapmiz. Yana ikkita ot paydo bo'lyapti. Breakfast va fridge. But there was nothing. Nothing ham ot aytganda. So I didn't have nimadir. Shuning uchun nimadir qilmadim. Qarang, have so'zi mana have bilan birga kelib turibdi. Unchalik ham bizni qiynamayapti bu. Shunchaki breakfastni yozishni bizdan kutishyapti. Breakfast. Shunda mana nonushta qilishni xohladim va sovutgichni ochdim, lekin ichida hech narsa yo'q ekan. Shuning uchun nonushta qilmadim. Nonushta so'zi bemalol yozilsa bo'ladigan otlardan biri bo'lib
kelyapti tekstimizda. Then I quickly put on my clothes, looked for my school bag. Yaxshi, mana clothes so'zi bor, school bag so'zi bor. Then I couldn't find my keys. Mana keys so'zi bor, qarang. Clothes so'zi bor, bag, keys. I looked on the table. Mana table so'zi bor, bed. Men stolga qaradim, kravatim pastiga qaradim va jaketimdan qaradim. Finally I found the nimadir. Nihoyat topdim. Nima qidirilayotgandi o'zi? Nima qidirilayotgandi? Mana keys qidirilayotgandi. Shuning uchun keyingi javobga keys yozib qo'yamiz. Keys. Tamom. I ran to the bus stop. Mana bus stop. Stop bu bir alohida keladigan so'z emas. Bus stop bo'lsa avtobus bekati. I was too late. The was already gone. Mana shu yerda allaqachon ketib bo'lgandi deganga fikrlab ham o'zingiz ham topib bo'ldingiz allaqachon. Bus degan so'zimiz to'laqonli mos kelar ekan. Davom etamiz. I waited for another bus for 20 minutes, so I was waiting, it started to rain. 20 minut kutdim, kutayotganimda yomg'ir yog'di. Unfortunately, afsuski, I didn't have umbrella. Umbrella yo'q edi. Shuning uchun kiyimlarim va sochlarim ho'l bo'lib ketdi, deyapti. When I finally arrived at, o'zi qayoqqa borayotgandi? Boshidan e'tibor beringlar. Maktabga borayotgandi. Maktab so'zi boshidamidi? I didn't have, mana. Then I quickly put my clothes, looked for my school bag. Qarang. Demak, maktab haqida gap ketayotgandi. Shuning uchun joy deb avvalroq aytgandim. Bemalol biza school deb yozsak, mantiqiy to'g'ri bo'lar ekan. Demak, school so'zini o'sha joydan oldim. I was late for my first lesson. Then I opened my nimadir. Nimadirni ochdim va realized, tushunib yetdimki, notebooklarim, daftarlarim yo'q ekan. Daftar nimaning ichida bo'ladi? Albatta, sumkani ichida. Sumka, bag, mana shu ikkinchi paragrafimizda bor. Yana yo'q, boshqa joyda yo'q. Ikkinchi paragrafdan demak bag degan so'z kelyapti. Bagni yozib qo'yamiz. Shu bilan bizda birinchi partimiz tamom. Ikkinchi partni ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Ikkinchi partda bizga muhim narsa nima? Muhim narsa A, B, C, D, F, G. Mana shu berilgan optionlarni har birini erinmasdan keylarni topib chiqamiz. O'zi nima haqida ekan? Hotel haqida ekan. Demak, mehmonxonalar haqida. Mehmonxonalarni har xil featurelari bor. O'sha featurelardan qaysi birlari bizga javoblarni moslashtirishimiz uchun yordam beradi. It's in the city. Qarang, shaharning ichida va narxi uncha qimmat emas. Bu hotel sizni naturega close qilishga yordam beradi. Ya'ni o'zingiz tabiatga yaqindek his qilar ekansiz. Cda aytish bo'yicha outside city, shahardan tashqarida. Lokatsiya muhim. A'da, Cda lokatsiya ko'rinib turibdi. Birov shaharda bo'lsa, ikkinchisi shahardan tashqarida. Va klassik musiqa ham qo'yib berilar ekan Cda. Dda siz exercise qilishingiz mumkin ekan. Sportga ko'proq ixtisoslashga shunaqa qulayliklar mavjud. It's costly, qimmat ekan. Qarang, o'sha A'ni teskarisi bor. Genuine luxury deyapti. Haqiqiy hashamatni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta qimmat. It's located in isolated place. Isolated place degani tashlandiq yoki juda ham uzoq joyda joylashgan birorta lokatsiya. You may get stuck in traffic. Get stuck in traffic bu siz tirbandlikda qolib ketishingiz mumkin. It's the most expensive, qarang, juda qimmat. Hozir qimmat bo'yicha, narx bo'yicha 3 ta optionni ko'rib o'tdik. A'da qimmat emas, Cda yo'q, E'da juda qimmat, Hda eng qimmat. O'sha listda 8 ta beriladi, o'sha listda eng qimmatini topib qo'yishimiz kerak. You can have business meetings here. Business meetingni mana o'tkazish uchun sharoit. If you reserve the room in advance, you pay less. Qarang, oldindan band qilsangiz kamroq to'laysiz. Bo'ldi, hammasini oldik. Endi bularni savolni o'ng tomonga, tekstni chap tomonga olsam, o'zimga oson bo'lar ekan. Shunda mana
tekstimiz bor. Qarab olamiz. Endi har bittasiga keyin harflarni qo'yib ketaveramiz. Qaysi to'g'ri kelsa. 7da luxury Salisbury Hotel ekan. Salisbury Hotel. O'sha hotelda berilishi bo'yicha Salisbury Hotel with health club, swimming pool, shops, culture center. It has 3 restaurants, including one with French chef, conveniently close to motorway, but affected by a large number of cars on the road. Qarang, affected by a large number of cars on the road. Yo'lda mashina ko'p bo'ladi deyapti. Luxury degan so'zlarimiz bor. Yana qo'shimcha qanaqa so'zlarimiz bor? Qo'shimcha berilishi bo'yicha shop, culture center, bizaga swimming pool, shoplar haqida gap ketmagandi, to'g'risi. Mana savoliga e'tibor bering. Bunaqa joyi yo'q edi. Yo'q. Demak, 7ga biz o'yladikki, mashinalar asosiy feature bo'lib xizmat qilayotgan bo'lsa, siz tirbandlikda qolib ketishingiz mumkin degan javobni belgilasak, G ni. Agar yana ham qaraymiz, o'zgartirishimiz ham mumkin. Siz aytishingiz mumkin, ustoz, siz o'zingiz tuzgansiz-ku buni. Qanday qilib javobini birdan bilmaysiz deyish mumkin. Yo'q, buni bu testimizni ancha bo'lgan tuzganimga, shuning uchun javobi ayni esimda yo'q, lekin mana shu feature menimcha javobga yetaklayapti. Davom etamiz. Ikkinchisi 8. Locate on a busy city street. Shaharni o'zida joylashibdi. Full of shops and attractions. Xonalar expensive ekan, lekin high standard ekan. Qarang, yuqori standartda ekan. Qimmat bo'lsa ham yuqori standartda. Fantastic food, live piano music every night in the bar. Qarang, piano muzika ham bo'lar ekan, lekin aynan klassik musiqa degan joyi yo'q. Qidiramiz. Demak, shaharda qimmat emas. Yo'q. Qimmat degan bino ololmaymiz. Cda outside the city, shahar tashqarisida va klassika. Yo'q, shahar tashqarisida emas bu. Exercise emas. I ni belgilab turaylik, chunki yuqori standartdagi building ekanda. Shu i ni olib turaylik, ya'ni ham o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. 9da nima deyilyapti? 9da aytilishi bo'yicha Rathmore Hotel, good value with traditional English food, live orchestra. Qarang, orkestr desa klassik musiqa xayolimga kelyapti. Locate on the eastern edge of the city. Edge degani shaharning bir chetida degani. Outside the city to'g'ri keladi. Biz C ni qo'ysak, menimcha xato qilmagan bo'lamiz. C ni qo'yib turamiz unda. Davom etamiz. Russell Hotel near the airport with quite comfortable rooms. Quite ekan. Aeroportga yaqin. Biz aeroport to'g'risida birorta feature ko'rganim yo'q mana ABC ni ichida. Surrounded by woodland. Woodland bu daraxtzor. Daraxtzor desa xayolimga nature kelyapti. Feel closer to nature. Near a lake. Lake. Mana yana bitta nature ni bitta ko'rinishi. Local food, golf course, big room, travel, city center, slow, costly. Bizga costly degan so'z bor, lekin bu transport xarajati, o'zi qimmat emas. Demak, closer to nature B ni belgilasam adashmagan bo'laman-da. B ni belgilab qo'yaylik. Davom etamiz. Bizga Aviemore Hotel nomi ham sal boshqacharoq ekan. Aviemore Hotelni qaraymiz. Small, central, modern. Kichkina, markazda va zamonaviy. Birortasi aytilmagan. Kichkinami, kattami, u haqida bizga feature yo'q. Near the cinema. Cinema, nightlife yo'q. Rooms are clean, affordable. Affordable so'ziga qarang. Arzonroq ekan. Though the food is simple, includes electronic games. Arzonroq ekan, arzonroq. Shahardami? Shaharda degan joy yo'q ekan, lekin arzon ekan. Agar arzon so'ziga e'tibor qaratsak, A ni belgilab turamiz. Hozircha A ni belgilab turaylik, balkim. Lekin bitta feature-da shahar markazida degan joy, shaharda degan joy yo'q ekan.
Ana shu joyni e'tiborga olishimiz kerak ekan. Hozircha A belgilab qo'ydik. 12. Padnell Hotel. Ground floor rooms, has a sports center, small cinema, nightlife, modern music, excellent French food, airport bus service. Yaxshi. City center ekan, shahar markazida joylashgan. Va sport center bor ekan. Sport center degani siz u yoqda exercise qila olasiz degan. Bitta feature berilyapti. Exercise qilishingiz mumkin. Ana Dni belgilab ketsak, xato qilmaymiz. Va 13 Westmore Hotel. Westmore Hotel bo'lsa, located in peaceful countryside, East City. Simple accommodation with chance of walking, unique experience. Mana qarang. Booking ahead of your visit saves you money. Oldindan band qilish booking yoki reserve. J ko'rinib turibdi. 2 ham uncha qiyin bo'lmabdi menimcha. Mockni menimcha reading javoblari o'quvchilarimizga ko'proq chiqardi-yo. Grange Hotel, modern complex west of the city center, offering nightclubs, cinema, shops, conference hall. Corporate meeting. O'sha corporate so'zi bo'lsa, birdaniga biznes xayolga kelish kerak. Business. Price are high. Narx baland. Narx baland, lekin qimmat degan joyi yo'q ekan. Biznes haqida bizda qaysi edi? Ayda edi. Shunda biz Ayni belgilab qo'ydik. Shu bilan ikkinchi partimiz ham tugadi. Bunda bizga kerak bo'lmagan harflar menimcha F bo'ldi, albatta. F kerak emas. Va it's the most expensive. H kerak emas. Boshqa hammasini belgilab oldim. Ana shunaqa do'stlar. Davom etamiz. Shopping trends. Buni bitta ga olishimiz ham mumkin ekan. Shopping center. Yaxshi, qani? Changing shopping trends. O'zgarib borayotgan savdo-sotiqqa oid mavzu ekan. ABCDni birinchi yaxshilab tushunib olish men uchun to'g'ri javobga yetaklaydigan, agar uni strategiya deb atasangiz, strategiya. Avvalambor lug'at bilish kerak-ku, lekin bu ham asqotadi. Shopping without leaving home. Uyni tark etmasdan savdo qilish. Why traditional shops are changing? Nima uchun traditional shoplar o'zgarib ketayotgani haqida. Traditional, an'anaviy. See the new role for physical stores. New role. Physical store ga bizga new role kerak, yangi rol. Beginning of shopping revolution. Demak, bizga shopping rivojlanishi. Different ways to pay. Har xil uslubda to'lov qilish. Trend that failed to continue. Failed to continue degan to'xtab qolgan birorta trend. Trend bu o'sib borayotgan yoki kamayib borayotgan doimiy odatga aylanib borayotgan yoki odat tusidan chiqayotgan biror bir narsa trend deyiladi. Technology learns what customers want. Technology learn qilar ekan. Technology belgilab qo'yaylik. Environmental concern. Mana bizga environmental concern bor ekan. Boshlaymiz unda. For most human history, shopping means traveling to physical store. Physical place o'rtoqlar, mana shu o'quvchilar qiladigan xato. Physical so'zini ko'rsa birdan physicalga qaraydi. Topdim physical degan so'z. Endi u juda ham bilmadim qanchalik to'g'ri. Physical so'zini ingliz tilini bilmagan o'quvchi ham ko'ra oladi-ku, to'g'rimi? U tilni bilishni talab qilsa, demak paraphrasingni qarab bilib olish kerak. People visited markets, shunaqa large department store what they needed. O'tmish aytilyapti va bu o'zgarib ketdi 90-yillar. Traditional shoplar nima uchun o'zgarayotgani haqida emas bu, qarang. Bda misol uchun o'zgarayotgani haqida gap ketyapti, traditional shopping. Bu ham traditional shopping haqida gap ketdi, lekin bu Bda hozir o'zgarayotgani 15 da 60 da o'zgarganini aytyapti. At first only small number of people felt uncomfortable. Shunaqa online ham bor.
lekin misol uchun onlayn haqida qani endi o'sha Ada gap ketgan bo'lsa butun paragrafda onlayn shopping haqida gap ketmayapti. Qanday o'zgargani haqida gap ketyapti. Kompyuterdan nima qildi? Yaxshi. Xullas mana shu 15-paragrafda A'ni ozgina jihati, B'ni ozgina jihati bor ekan, lekin to'laligicha ifodalanilmaydi. Javobimiz D. Beginning of shopping revolution. D ko'proq mos kelib turibdi, chunki shoppingni qanday qilib o'zgargani haqida to'liq gap boryapti. Davom etamiz. 16. Online shopping part of life bo'lib qoldi. Customerlar ko'chaga chiqmasdan degan so'z bor ekan, qarang. Online shopping kelyapti va ko'chaga chiqmasdan gap ketyapti. Home deliverylar, in some city grocerylar qilishi mumkin. Busy people uchun shunaqa. Demak, shopping without leaving home A to'laligicha mos kelib turibdi. Bizda salgina tekstimizda o'zgarish bo'lib qoldi. Uzr. 16 ga A belgilab qo'ysak, yana shunaqa narsa bo'lyapti. 16 ni A ligini bilib qo'ysak bo'ldi. Bu tomonga yozib qo'yamiz. 16 ga A qo'ydik. 15 ga D qo'ydik. Mana bu tomonga yozib qo'yamiz. Yaxshi. Unda keylarni mana shunaqa tekshirasizlar. Keyingisi, today online shopping has buni o'qidim. 17. Popularity of online shopping has created serious challenges for traditional retailers. Many customers now visit shops less frequently because they can find cheaper products online. As a result, some stores have closed. Well, shunaqa. Online shopping shunaqa challenge bo'ldi. Customerlar less frequently qilyapti. Natijada ba'zilar yopilib ketdi yoki o'zgarishga sabab bo'ldi. Retailerlar o'zgarib ketyapti. Physical retailer realize qildiki, simply putting product shunchaki shelfga qo'yish endi bundan buyog'i customerlarni attract qilmaydi. Nima bo'lishi mumkin? Traditional shoplar qiynaldi, ba'zilar yopilib ketdi. Endi traditional shoplar o'ylash kerak. Qanday qilib produktlarni, customerlarni jalb qilishdi. A bo'lmaydi, ketdi. B-chi traditional shoplar o'zgarib borayotgani haqida. O'zgarib borayotgani sal mos kelib turibdi. New role physical stores. Yangi rol. Yangi rol mana shu B bilan C bir-biriga juda yaqin ekan. Yangi rol. Endi boshqacha rolmi? Endi boshqacha o'zgarish qilish kerak deyapti, lekin yangi rolga balkim shuni anglatadimi? E emas, har xil to'la uslublari yo'q. F emas, trend that failed to continue. Davom etishi yo'q. Trend continue qilish. Technology, environmental concern yo'q. Bizda B bilan C qolyapti. Traditional shopping o'zgarishi haqidami? O'zgarib boryaptimi yoki o'zgarishlar yoqasida turibdimi? Qarang. Physicallar. Mana 17. Challengelar bo'ldi. Customerlar less frequently qilyapti. Lekin o'zgarishlar, ba'zilari o'zgarishga majbur bo'ldi. Improving qilyapti, deyapti. Bizga eng yaxshisi B qoldi, qanday qilib o'zgarayotgani haqida, chunki yangi roliga to'g'risi endi mana shu vazifa turibdi ularda degan narsa butun paragrafda aytilmayapti. Shuning uchun 17 ga B qo'ysak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. 18 ga o'tamiz. Interesting, physical shopslar yo'qolib ketmayapti, lekin ular different purpose qilyapti. Qarang, bu boshqacha qiziq ekan. New role degan so'z xayolimga kelib qoldi birdan. Customer might visit technology store to test a new phone, headphones, ordering later. Qarang, mana shunda texnology haqida gap ketgan, lekin customerlar nima xohlayotganini texnologiya o'rganadi deyaptimi? Yo'q, texnologiya o'rganmaydi. Shunchaki piece of technology sotib oladi deyapti. Personal styling qilyapti, kafelar qilyapti, experience qilyapti.
veb-saytdan ko'ra boshqacha deyapti. Xo'sh, menga C variant turibdi. To'lov yo'q, fail to continue yo'q, technology yo'q, environment yo'q. Demak, C ni belgilab qo'ysak yaxshi bo'lar ekan. New role for physical stores. Chunki ularda different purpose bor hozir. Customerlarni jalb qilish va shu ularga asosiy maqsad bo'lib turibdi. Yangi rol shu. Technology is also making shopping increasingly personal. Yana technology haqida gap ketyapti. Online retailers collect information about what customers search for. Qarang mana shu joyda. Customer nima qidirganini to'playapti o'sha texnologiyadan foydalanib. Men to'g'risi qolganini o'qib o'tirmasdan birdaniga mana buni G ni belgilashim mumkin. Lekin shuni ham bilib qo'yishimiz kerak, har doim ham javoblarimiz boshda gapdan chiqavermaydi. Computer systemlar information suggest use qilar ekan, keyin similar technology appear physical stores. Baribir ham texnologiyada qolamiz. Variantni o'zgartirmaymiz. 20. Shopping habits are also changing because of menimcha 19 qo'ydimmi, 8 qolib ketmadimi? Yo'q, yozdik. Shopping habits are also changing because of growing concern about the environment. Mana birinchi qismida o'zi berib qo'yibdi. Some consumers are trying to buy fewer unnecessary products, choosing last longer, second hand, shunaqa. Environmental awareness grow, price. Environmental awareness, environmentga bo'lgan concernlar bo'lyapti. Shuning uchun H ga 20 ni qo'ysak maqsadga muvofiq. Demak, bizda ikkita kerak emas bor, E va F. Mana shuni topib qo'ydik.